Xolamiz Guliston shahridan grija bilan chekib kelganlar. Hozir bitta otib so'raymiz. Qanaqa bo'ldilar, foydasi bo'ldimi, bo'lmadimi? Faqat iltimos qilaman. Bu yerda xalqimiz kuzatishadi. Qanaqa bo'lsa o'shani aytib bering. Qanday keldingiz o'zi? Lekin juda og'ir ahvolda keldim. Doktor zo'rg'a keldim. Kelganimda ko'rgansiz. Rahmat sizga, shuncha yosh bo'lishingizga qaramasdan meni oyoqqa turg'izdingiz. Hozir men hech qanaqa kasallik sezmayapman. Yengilman. Yaxshi. Hamma lechenilaringiz joy-joyiga tushdi. Rahmat. Yosh bo'lsangiz ham, lekin opitingiz juda ham opitni ekansiz. Rahmat. Xudo xolasa tanishlarim ham o'qilaman, ro'za o'tkazib olib yana kelaman dedilar, chunki birinchi kurs o'tkazdik. Xudo xolasa Bellardagi grijaga. Xudo xolasa где-то 1,5-2 oylardan keyin ikkinchi kursga qilasiz, chunki grija so'rilish uchun bitta lecheniya qilibsiz, 1 yilga qo'yib yuborsam, grija yana qaytib chiqish ehtimoli katta bo'ladi. Tushunasizmi? Har kursda sekin-sekin so'rilib, siz xudo xolasa dальнейший bezovta qilmaydi bu. Tushunasizmi? Bo'ldi, xudo xolasa o'zlari ham xursandlar. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, shunday oyoq og'riq, bel og'riqlar bo'lsa, bemalol shu ukamga murojaat qilib kelinglar.